Assalomu alaykum hammaga. Bizda yana original Samsung plisoslar, qora plisosimizni motori kuyib qolgan. Motorlar ishlamayapti. Sariq plisosimiz yaxshi tortmayapti. Filtrlari ham yomon bo'lib, ichlarini tozalab, chiska qilib, qoplarni yangi qo'yib, almashtirib, chiroyli qilib egalariga yig'ib beramiz. Samsung plisosimizni ochib oldik. Ichlari, holati. Buni yuvib tozalab, boshqatdan yig'gandan keyin yana bitta video qilamiz. Samsung plisosimiz chiskadan keyingi holati, oldilari, changlari chiroyli qilib yig'dik. Yopib tashlasak bo'ladi. Samsung qora plisosimizni ochib oldik. Motori kuyganini qanday bilsa bo'ladi? O'zi plisosni ulaganimizda yonmadi. 220 ga ulab tekshiramiz. Motor yonib ketyapti. Boshqa motor qo'yib, chiroyli qilib egalariga yig'ib topshiramiz. Plisoslarimiz tayyor bo'ldi. Chiskadan keyingi holati. Qoplarni ham yangilab, filtrlarni yangilab, chiroyli qilib yuvib tozalab, motorlarni tozalab yig'ib berdik. Qora plisosimiz motorini almashtirdik.